Mehmon kutganimda har xil salatlar tayyorlayman. Aynan shu salatni retseptini hamma qayta so'radi-ya. 3 ta tuxumni chaqib, tuz solamiz va yaxshilab aralashtirib, qizib turgan tovaga ozginagina yog'da har ikki tarafini yupqa qilib quyib pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan quymoqlarni katta qilib turburcha shaklida to'g'rab chiqamiz. O'zingiz yaxshi ko'rib yeydigan sirni ham turburcha qilib, yupqa qilib to'g'rab chiqasiz. Tuzlangan bodringni ham yupqa parak qilib to'g'rab qo'shamiz. Endi salatimizga eng zo'r mazani beradigan sosiskalarni yupqa qilib to'g'rab, pastroq olovda qip-qizil qilib, kamroq yog'da qovurib olamiz. Konserva jo'xori solib, ketidan aysberg karomini ham maydalab qo'shib yuboramiz. O'zingiz yaxshi ko'rib yeydigan qirsildoq non va mayonezni solib aralashtiramiz. Juda ham mazali bo'lgan salat tayyor bo'ldi. Siz ham mehmon kutganingizda va oila a'zolaringizga shu salatdan tayyorlab bering, duolariga qolasiz. Sahifamga o'tsangiz, juda ham ko'p salatlar va taomlar retseptini topasiz. Taomlarni ko'rib, agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.